Bir kuni bir ustozdan bir so'zni eshitib olgandik. Nihoyatda o'zimiz shunga qattiq e'tiqod qilib, iymonimizni mustahkamlab, vahdaniyatda yurardik. Yosh paytimiz bir do'stim hadeb gapni aylantiraverdida, Allohning isbotini qilib bersang, men namoz o'qiyman. Menga qara dedim. Men senga bitta savol beraman, shu savolga javob bersang, men seni yo'lingga o'taman dedim. Nima qilsang qilaman. Nima dedi? Tuxumdan tovuq bo'lganmi, tovuq tuxumni tuqqanmi? Birinchisi qaysinisi bo'lgan dedim. Tovuq desa qayerdan keldi deyman, tuxum desa nima tug'di uni deyman. Tovuq tug'adimi tuxummi yo tuxumdan tovuq chiqadimi? Qaysi biri bo'lgan aslida bu dunyoda? Materiya qaysinisini yarata oladi? Tovuqnimi, tuxumnimi? Bunga hech qaysi dunyo olimlari javob bera olmaydi. Hammasi yaratguvchi yaratadi deydi. Ana shunday Odam alayhissalomni Alloh yaratdi, Havo onani ana undan insonlar shu ota-ona orqali dunyoga keladi. Birinchisida tovuq jufti bilan, hamma narsa jufti bilan yaratiladi. Undan keyin u tuxum yo boshqa narsa tavalludi bilan dunyoda bo'ladi. Gumrohlarga shunday deganingizda ham Xudo hidoyat bergani kiradi. Lekin sizni bizni gardanimizda amri ma'ruf, nahiy munkar farz buyruq. Yonida o'tirib bir xil odamga kulib turib gapirsangiz yoqadi, kulib turib buni balo ekanligini, xorzor qilishligini tushuntirib qo'ysangiz bir kun tushunadi. Lekin odam zotdan o'zini olib qochish kerak emas ekan. Allohning maqsadi ham shu. Odamlar g'alati bo'ldida, bizdan sizdanga o'tib ketishdi, hammani bir ko'rmaydi. Hammani bir ko'rib, hammani bir da'vat qilib, tushuntirib, yetkazilsa, odam zotni yomoni yo'q. Aybi bor faqat. Ayb hammamizda bor. Lekin albatta ba'zi bir xil fojirlar, munofiqlar amri ma'ruf qilib yurgan odamlardan ozgina bir xatoni topsa, shuni ko'proq qilib yetkazishni, shu odamni obro'sizlantirishni, shuni ketidan katta bir ig'volarni chiqarishni xohlashadiki, shu bilan bir din odamlarni bir dinsiz qilsa, diyonatdan qaytarsa. Lekin bu narsalarga amri ma'ruf qilgan odam chidashi kerak, bardosh berish kerak. Xudo taolo buni mukofotini, ajrini beradi inshaalloh Robbil alamin.